Assalamu alaikum ve rahmetullah berekatuhu kaderlik Facebook'taki dünyanın her kaysı çaylardaki Uygurca anlap düşünüdüğün ve Uygurca tefekkür kılıdığın İnşallah vatanimizdeki azatlık üçün, vatanimizden bəxt, saadetlik bir turmuş geçirişimiz üçün vatanimizde barlıq uruq tuqqallarımız bilen yüz görüşüş, hakiki erkillikке, hakiki demokratiyaga yakın mısa hakiki üzümüzün dinimizni yaşaşqa, yaşaşını oylavatqan, muşunda bir küllərini kəsikən, muyda bir küllər üçün bir küreş qısaqkən də bütkül dünyanın hem yeri de ot yüreklik bilen ümitsizlikten yirak haletde ümidvarlık bilen küreş kılıvatkan barlıq Uygur qerindaşlarımızga Allah'ınki cennet salamı boğan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diyen salam bilen birlikte bugün ben Muhammed Tursun Ahmet Uygur bu qerindaşımızdaki 100 meşhur Uygur diyen kitabı bugün Stupurahan Neşriyatı tarafından neşir kılınıp bugün kitap hallağı bilen yüz görüştü. Qerindaşımızın dep birisi bugün ben 3. bir xeridası iken bu kitabını ben qerindaşlarımızga tonuşturuş üçün muşunda bir keşfi saatte kameranın aldıda oturvadı ben. Muhammed Tursun Ahmet Uygur qerindaşımızın belki resmini köken qerindaşlarımız tonuşu mümkün. Bu akimiz üzü nahayeti tirişcan kitap okuğuluşunda mı amrak kitap süyer. Milletinin işini dise ciniden vazgeçidiğen şu derecede ot yürek bir akimiz. Bek köp başkalarına okşaş mekteplerde okup ketmeyen bolsumu ama doğru dep bilgen gayesi için yani vatanın azatlık için tinim tapmay tirişvatkan qerindişimiz yakında bir oğlununki toyunu kıldı elhamdülillah. Tunci balısınınki toyunu kılgan boldu. Bu haberini biz burun anlığan tok kitap çıkışqa az kaldı dep bugün mine kolumuzda bu kitapni tutup oturupdumuz qerindaşlar. Kitap iki kısım, iki cilit kitap. 1770 neçibet kilediken iki kitap. Mukavası mı şunda güzel layılengen kattık mukava. Kitapның mukavası kattık mukava. Birinci ciliti biraz nipisrak. Çünkü bu birinci cilitte 500 kitapның işlediki 454 bet yine aldı da 12 bet koşumçuları 16 bet baken 470 bet etrafındaki bir kitap. Kitap kattığı mukavalık. Kitapınki mukavası kattığı mukava. Karısanlar. Kattığı mukava. Kitapın mukavası. Onun için kitapınki layısımı mukavanın layısımına ait güzel çıraylık layınıptı. Bir karısala 100 meşhur Uygur diyen xətni kürümüz kitabın ismini. Aslında birinci ya ki ikinci cilit onun aslında Stupurahan Neşriyatı kitabını neşir kılgan urunun ismi. Kitap baştan ayak her bir inçki nimisiki kadar şu Muhammed Tursun Ahmet Uygur akimizdinki öz yeniden çıkargan pulu bilen mukabilleri lahillenip kitapınki betçik işlerim o yani betçikte koyayım zampaç şulağım o hem işiga kağızdan tatip mukavesi her bir nəsis kadar üzünün yeniden çıkargan pulunu heclep
çıkardı bu kitapni. Qanchalik jabo tatqinni biz obdan bilamiz. Yani 2009-yıl tatib başlagan edim dedi bu kitapni. Biz mi şu Uyghur Akademisi qarindoshlardan mı her nimede bolmasun bayramlarda bolmasun Qurban Hayiti yoki Ro'za Hayiti degandik. Asralashib turdik. Biz bu ba'zi maslahatlarni so'rgan chaqda berdik. Biz yakından biz takip tuttuk. Bu kitapninki yazılayotganligiga dair haberlerini anlaştım burun başkalar biz kitapның yazılayotganligini bilitdik. Bek endi maxsus yazgıçılıkta okugan akımızma emas. Ben kitapның içinde nime mezmunlar bağlılığını sizlerge yazgıçınınki kiriş sözü, neşriyatın söz, ondakin tahrirdin söz. Muşularni men sizlerge tanıştırıp ütümen. Kitapninki içki betiga qaraydigan bolsa, qog'ozlarim o nayet yaxshi qog'ozdan işletken. Onundan keyin içinde her xil ranglik her bir şahs için alayda muşundaq nima yasalgan resimler, ranglik suretler şu nimenin üstüge cihazın içige elip nayet çıraylı ismi, aslında tug'ilgan vaqti, vafat bo'lgan vaqti, ondan keyin şu tanıştırılgan meşhur şahslarninki tafsilatlari berilgan. Kitapning ustiga qaradinglar, ranglik xatlarim o ko'zni olmaydi, nayet çıraylı fontlarni ishlatgan. Batline'ishim o üstüde ve aslida qarasanglar kanarları şunda siptila aylangan bir kitap boptu. Allah'ım barlıq dünyadaki Uyghur qarindoshlarninki özümüzün 100 meşhur Uyg'urunu tanımışımız üçün qilgan ecrige Muhammed Tursun akımızga rahmet eytimiz. Muharrir'den degan sözünü oquştum burun kitapның içinde. Qarasanglar kitapninki ISBN numaraslarını tatib ba. 2017 yıl 13. ayda birinci neşri Muhammed Tursun Ahmet Uyghur 100 meşhur Uyghur birinci tom kullandı kitap. Birinci tomның mas'ul muharriri G. Zulfiqar yani Gulameddin akimizga muharrir Abduveli Ayub Betlayilgici A. Akhun 2017 yılı 12. ay 1. neşri kitapninki ISBN numaralarını tatib neşriyat besilgan yerikçe hemsi ba. Mun derecesini okumayman, mun dereceni bermenla dedi. Men muharririnin yazgan xetini okup bütümen. Muharrirden. Möhterem kitapxan bilemsiz. Qulunguzdaki bu kitapni yazgan yigit yazgıcı emas, alimi emas, tadqiqatçı mı emas. Qısqası hech qandaq ilmi ünvanı, şərəf ünvanı bolmagan ottural savatlık addi bir Uyghur. İşinemsiz bu Uyghur tarixinin bu Uyghur tarixinin kişikletilgen gazinesini sizge sunumatqan sizdek. Belki sizçilik mu emas bir yigit. Bu kadar zor bir ilmi emgekni pütürüp çıqqanlığı bizge bir haqiqatni sözleydi. Kitap deganni savat emas, sabat yazır ekan. İzdiniş degan ünvan işi emas, vicdan işi ekan. Mana qulunguzdaki kitap bunun delili. Qadirlik muallif bana bu kitapның birinci tomunu tahrirlashga berganda belkim mening yazgıçılığımdan istifade etmekçi bolgandı. Emma işininglarki men uningdan payda aldım. Mushundaq bir kitapның muharrirlikini qilish sharafini nisb qilgan Allohga hamda sanolar bo'lsin. Va menga ishinib güherler gazinesini tapşırgan inimgimo Allah'tan yaxşılık ve ecir tileymen. Bilemsiz qarindishim, siz bir alimning tadqiqot mevasini tetish oldida emas,
bir ah ko'ngilning, pokiz qalbning, vatan millat deb soqqan yurakning sadosini anglash oldida tursiz. Men anladım. Kaşki ilimdarlarımızdanmı mushunchalik ruh, matanet bo'lgan bo'lsa, qandaq büyük emgekler o'ttirga chiqmaydi. Bugünkidek 5,000 yıllık tariximiz bo'yicha tartqanlarimizning jug'lanmasi kelayotgan umumyüzlük yok bo'lishga mecburlangan bir devrede tariximizning qorong'uliklarini, batur ecdatlarımızın kahramanlıklarını, dahilarning açık savaqlarini, milli münafıqlarning rezilliklerini hikoya qilib beradigan bundoq bir kitap, milli ruh terbiyesiga muhtoj bo'layotgan mushu kunlarimizda shifo baxsh dur idi. Bu dura hazır bo'ldi, Allohga shukri. Bilemsiz, kitapni ko'rib o'tib, bu g'azini dengizda uzayotganimda qandoq tuyg'ularda bo'ldim. Gah yig'ladim, hasratlandim, g'azablandim, mushlarim tugildi, tishlarim kirishdi. Gah muңlandım, izdirab çektim. Elem ve afsuslikten yüreklerim örtendi. Bir bütün tarih bana bilimsizlikimizden, körgellerimizden sözlüdü. Milli an degenin qanchalik zürürlükünü aşı hikayelerde kahramanlar öz avazı bilen sözlüdü, öz hareketi, kısmeti, akıbetleri bilen sözlüdü. Bugünkü qismatlarimizning oqibatini bütün dehşeti bilen, vahshiti bilen, külümü bilen his qila olgan har qandaq bir Uyg'urning menga o'xshash tuyg'u keldiganligiga ishonaman. Huddi qilamanki, men kitoblik dars elish mumkin. Ijobiy darslar, salbiy darslar, tajribalar, aql va bishoratlar ruhingizda Uyg'urligingizni mustahkamlashiga, ruhingizni yengilishiga, qat'iyligingizni oshirishiga ishonaman. Ammo milli taqdirga aloqasizlashgan, ma'naviyatidan qutulib, yiyish va midirlashdan iborat ikki harakatga ixchamlashganlar albatta manfaat ololmaydi. Ba'zi mavzular shu darajadaki, onu tahrirsiz halda darslik kitaplarga kirgizib, evlatlarga o'qitish mecburiyetlerimizden biri hesaplanışım gerek. Ama bütün kitap süpütüdümü bu bir o'qishlik, vatanparvarlik qo'llanmasi, milli ruh o'stirdigan bog'cha. Onu da eğer sehvelliklerini bayqısınız, muallifning kimligini yadınızga algınızda elbette apuga aldırmay kalmaysız. Siz ve bizge tushdig'ini muallifga Allohdan katta ajr tilash ve bu kitaptan bo'lg'unicha foydalanish. Bu muharrirninki söz ekan, qadrli qarindoshlar. Endi neshriyatdan bir söz bakem. Muhammed Tursun Ahmet 1968 yılı 4. ayının 14. günü Kucha Koni şehirde tug'ilgan. 1975 yıldan 1983 yılgacha Kucha 3. başlangıç ve Kucha 1. o'rta maktablarda o'qigan. To'liqsiz o'rta maktab seviyesiga ega. 1983 yılı 7. aydan başlap mahallesideki Ruzi Ershi isimli zagar ustuga shogirdlikka kirgan. Biroq shu yili 5. aydan başlap Xitoy saqchilari tarafidan gumonliq shaxs deb qaralib, ilgari keyin bir qancha qatim tutqun qilingan. Qo'yib berilgandan keyin o davomli nazorat ostida yashagan. 1991 yili Kuchaga yenib kelib, 7. ayda Kucha Rasti masjid maydonida do'kon ochib, öz kasbi bilan shug'ullangan. Lekin o bay nayisidan Kuchaga yenib kelgan kuni onun saqchidagi arxipimi Kuchaga yo'tkilgan bo'g'achqa Kuchadimi nazorat ostida yashagan ve mecburi tutup apirilib, ko'chalarda bir qancha qatim sazoyi qilingan. Muhammed Tursun 1991 yılı 11. ayının 2. günü öylengen. Ta ki
yılı vətəndən ayrılıqçı bolğan 10 yıl boyunca izcil nazaret astida yaşagan bolsumu, tirişib işləb, kəsbini urnaqtab durub, 1995 yılgıcı bolğan arlıqda Bay nayisiga 5 yerdə, Bügür nayisinin Yenisar yezisida bir yerdə olub, cəm'i 6 şöbə dükkan açqan. Biroq Xitay qalçılarının qattiq nazareti, xalığancha tutub apırıb suraq qilishleri, g'ururining dəfsəndi buluş qatarlıq səbəblər tüpeyli, amalsız halda əziz vətənini taşlab, vətən sırtığa hicret qilishqa məcbur bolğan. O axırı pulğu zorlab pasport işletib, 1997 yılı 2. ayının 28. günü Torgat Eğizi arqılıq Qırğızstanğa çıxıb, 3. ayının 6. günü Türkiye'ye kelgan. Bu vaqtda onun çoğ oğlu 3 yaş, kichik oğlu 88 kunlik idi. 1998 yılı həcga berib qaytib kelgandan keyin İstanbul Çemberli Taşdagi Karizma Qoyumculuk, yani zəgərlik şirketida işləgan. Keyinçə hər xil kəsblər bilan şug'ullangan. 2003 yılı yana pul g'uzolab pasport ishlatib, ayoli Maynurni elib chiqqan. Ayoli 2006 yılı Türkiye vatandaşı salohiyati bilan vatanga berib, 8 ayda 2 o'g'lini elib chiqqan. Shunda qilib, bu oila 9,5 yildan keyin jam bo'lalig'an. Onun hozir 2 o'g'il, 1 qiz bo'lib, 3 farzandi bor. 2006 yılı 8. aydan 2009 yılı 1. aygacha İstanbul Zeytinburnu'nun Nuri Paşa mahallesida Şenlik Uyghur Market isimlik türlü mallar dükkanı açqan. O chet elga hijrat qilib chiqqandan keyin Sharqiy Turkistonning mustaqillik da'vosi uchun qo'lidan kelishicha xizmat qilgan. 2008 yılı 8. ayda Xitoyning poytaxti Beijingda o'tkazilgan Olimpik tənərkət yığınının məş'ili 4. ayının 3. günü Peyshanba İstanbul'daki Galata köyrükünün ütüb atqanda məş'əlini tartib ediş üçün saqçılarga hücum qılgan. Onun bu hareketi dünyada qızıq xəbər bolğan. Qorxub ketgan Xitaylar məş'əlini başqa yollar bilan elib qaçqan. 2008 yılı 8. ayının 8. günü Cümə Beijingda Xitayning Olimpik tənərkət yığını başlanğan günü Xitayning Anqaradagi elçixanası oldida o'tkazilgan Xitoyga qarshi namoyish jarayonida o'ziga benzin chechib o't yoqqan. Natijada Xitoyning Beijing shahrida va Turkiyaning Anqara shahrida bir kun ichida 2 dona olimpik mash'ali yongan. Bu ayni yilları dünyadaki 1. dereceli xabarlar qatoridan o'rin elib 3200'den artıq televizor kanalları tərəfindən tarqıtılgan. Bu vaqa təcavüzçü Xitay hakimiyyətinin xalqaradakı inavətiga ağır dərəcədə zərbə bərgan. O bu vaqada kuyub ağır yaralanğan boğaçqa 1 yıl davalanıb saqayğan. O 2009 yılı 9 ayının 30 günü kəşdə Xitayning saati bilan 10 ayının 1 günü Anqaradagi Xitoy elçixonasiga benzin bombası etib, elçixonaning 3. qavatini ko'ydirib etgan. O naq maydonda Turkiya saqchilar tarafidan tutilgan. 3 ay turmada yotgandan keyin 5 yillik kesilgan. 12 ayının 31 günü boshqa vaqa sodir qilmaslik sharti bilan jazosini o'z uyida o'tkazish uchun turmadan qo'yib berilgan. Jazo muddati 2014 yılı 13. ayının 31. günü ahırlaşqan. Muhammed Tursun Uyghur hazır İstanbul'un Zeytinburnu rayonundaki Sultan Ustuqboğraxan kitapxanasında işlemekte. Hürmetlik okurmen. Qolunuzki bu qimmatlik eser ana şu ot yürek Uyghur oğlunun japalık emgekinin meyvesidir. Aslida Abdur'un ilim seviyesini nazarga alğınımızda bu emgek onun boyunu aşıdı elbette. Lekin o özünün millet sevgisi ve vatan sevgisi türküsü aslında
shundaqla millatimizning haqiqiy tarixiga bo'lgan ehtiyojini ko'zda tutib, saviyasining cheklik bo'lishiga qaramay, bu qimmatli asar ustida qalam tavratishga majbur bo'lgan. Demak, biror ilmiy emgakning barliq kelishi faqat ilm saviyasiga emas, aksicha tirishchanlikqa, g'ayratga, qat'iy irodaga va ishonchiga bog'liq ekan. Tarix bir millatning o'tmishi va madaniyatining yig'indisidir. Tarixini bilish, o'rganish, o'gitish dunyo madaniyatiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan katta olimlarining, doston yozgan qahramonlarining ish izlarini kelgusi avlodlarga yezib qoldirish har bir millatning tabiiy haqqidir. Biroq Uyg'ur millati o'tmishda shalliq tarixlarni yaratgan bo'lsa-mu, ishg'olchi Xitoylarning bo'libmi kommunist hokimiyatining mustamlikasida qolgandan tortib bechora bo'lib, insoniy haqqidan izchil holda mahrum bo'lib kelmoqda. Burmalangan, yolg'on va saxta tarixlar bilan zaharlanmoqda. Natijada o'zining kimligini, millatining kim ekanligini bilish fursatidan mahrum bo'lmoqda. Mahrum qalmoqda. Hurmatlik o'qurman. Biz Uyg'urlar beshimizga kelgan bu eg'ir kunlardan qutulimiz deydi ekanmiz. Aldı bilan tariximizni pishiq o'rganishimiz kerak. Chunki tarixini bilmagan millatlarning xaritasini har zaman boshqalar sizidi. Tarixni o'rganish demak, o'tmishdan ibrat elib, kelgisi uchun to'g'ri qadam elish demakdir. Tarixini bilmaganlar do'st dushmanlarini bilolmaydi. Kechirsizlar, qadrli qarindoshlar. Hürmetlik o'qurman. Biz Uyg'urlar beshimiz kelgan bu ig'ir kunlardan qutulimiz deydi ekanmiz. Aldı bilan tariximizni pishiq o'rganishimiz kerak. Chunki tarixini bilmagan millatlarning xaritasini har zaman boshqalar sizidi. Tarixni o'rganish demak, o'tmishdan ibrat elib, kelgusi uchun to'g'ri qadam elish demakdir. Tarixini bilmaganlar do'st dushmanlarini bilolmaydi, boshqalarning yolg'on, yumshoq gaplariga asalla aldanib ketadi. Hurmatli o'qirman, qo'lingizga bu kitob o'z tarixini o'rganishga qiziqadigan har bir Uyg'urning ma'naviyatini jonlantiradigan, kelgusiga bo'lgan umidini oshiradigan qadinaz do'sti bo'lib qolgusi. Qadrli qarindoshlarim, men hozir sizlarga bu Muhammad Tursun Uyg'ur, Muhammad Tursun Ahmet Uyg'ur degan buni rasmda ko'rgan qarindosh bu akimiz. Mush akimizningki yozgan 100 mashhur Uyg'ur degan qattiq muqobillik 2 tomliq 1770 betlik kitobni tunishtiryapman. Oxirgi bir mavzu, ya'ni o'zininki kirish yuzi. Zodi nima uchun yozganligi bu kitobni shu to'g'riliq to'xtalib o'timiz, jinim do'stlar. Quluqinglar tadbir yaysin darslari 26-sida 100 mashhur Uyg'ur, ya'ni bu yangi kitobning tunishtirilishida bo'lsin. Kirish so'z. Uyg'urlar o'zlarining taraqqiyot tarixida nihoyat saltanatli davrlarni besib o'tgan. Bu millat dastlabda o'zlarining ajdodi va qon qarindoshi bo'lgan Hullar tarafidan Buyuk Hun imperiyasi, Ulug' O'g'iz Hun Tangriqutluqi milodidan burun 240-yildan milodi 216-yilgacha. Kök Türk davlati, Ulug' Kök Türk qag'anligi milodi 551dan 744-yilgacha.
Keyinki Uyghur Orxon qağanlıqı 646'dan 840 yılgacha. Qarixanilar dövleti 840 yıldan 1212 yılgacha. Uyghur İdiqut xanlıqı 850'dan 1335 yılgacha. Kangsu Uyghur xanlıqı 870'dan 1036 yılgacha. Sa'diya xandonligi 1514 yildan 1678 yilgacha qatorliq qudratli davlatlarni qurib chiqqan. Uyg'urlar mana shu ko'p asrlik tarixiy davrlarda Markaziy Osiyoda qudratli siyosiy kuch bo'lib, o'zlarining siyosiy, jug'rofiylik tarixini va parlaq madaniyatini barpo qilgan. Alib Artunga dastoni, Oğuz Qağan dastani, Tumaris dastani ve oxdek tarihi dastanlarni meydanga keltirgan. Qutlug' Bilgi Qağan, Stuq Buğraxan, Seyid Xandek Qağan padişahlari bo'lgan. Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojib, Alishir Navoiylardek olamshumul olimlar ve ko'plagan botur qahramonlar o'tgan. Dünyada mana shunday şanlıq tarix, yüksek medeniyet yaratgan Uyg'urlarning saltanatli davlatlaridan biri bo'lgan Sa'diya xandonligi 1678 yili Abbaq Xo'janing satqinlik qilishi bilan munqariz bo'lgandan keyingi 3 asrdan ko'p vaqt eng qabohatli yillar bo'ldi. Bu yillarda Sharqi Turkiston xalqining qanchilgan asr jarayonida jug'langan aqli tafakkur javharlari xonavayron qilindi. Ma'rifat, ilm fan markazlari zuvallıqı yuzlandi. Millat gavdasini nadonlik, qashshoqlik, umidsizlik, hasadxo'rlik qopladi. Milliy madaniyat, milliy ma'arif qatorliq har jihatlardan ig'ir darajada chekinib ketdi. Shunda qilib neticede Uygurlar 19. asırdan başlap dünyada untuluşqa qarab yüz tuttu. Bulup bu Uygurlarning qurgan oxirgi davlatlardan biri bo'lgan Sharqi Turkiston Cumhuriyeti 1949 yılı 9 ayda Komünist Xitoyning mustamlikasiga aylangandan keyin ahvol texmo ig'irlashdi. Chunki Komünist Xitoy hokimiyati dünya tarixida o'tgan har qanday tajovuzchi, har qanday mustamlikachiga o'xshamaydigan qora niyat, ichidan qovluq, shumluq chiqib turadigan intayin vahshiy, qonxo'r hokimiyat edi. Ular Uyg'ur millatini tarix sahnasidan uzul kesil yo'qotib, Sharqi Turkistonni mangulik yutib olishni planladi. Xitoylar shuning uchun Uyg'urlarning tarixini qasddan burmalab, yolg'on tarix yasab, Uyg'urlarga o'zining shonliq tarixini, asli nasabini unuttirib, Uyg'urlar tarixda hech qanday mustaqil davlat qurmagan. Uyg'urlar azaldan qulluq ichida yashab kelgan millat. Sharqi Turkiston azaldan Xitoyning zimini degandek hukmni Uyg'ur xalqining idisiga singdirishga jon jahli bilan urinmoqda. Shunda qilib dünya tarixi taraqqiyoti jarayonida iz qoldirib, buyuk qudratlik imperiyalarni qurgan shuhratlik ajdodlarimizning avlodlari bo'lgan Uyg'ur millatining hozirgi ahvoli har qanday insonni bekmi echindiradigan darajaga berib yetdi. Chunki ajdodlarimiz tarixda insoniyatga madaniyat yaratib bergan bo'lsa, bugungi kunda biz madaniyatni boshqalardan o'tmay oladigan bo'lib qoldik. Necha ming yillar davomida ajdodlarimiz tarixning xo'jayini sifatida o'z tarixini o'zi yaratgan bo'lsa, bugungi kunda biz tarixning quliga aylanib, Xitoyning yezib bergan yolg'on, o'ydurma tarixini o'qiydigan, o'rganadigan, ishonadigan bo'lib qoldik. Uyg'ur xalqi bugungi kunga kelganda
Xitay hakimiyet tarafından kol kılınıp, barlık erkinliklerden, hak hukuklardan ayrılıp, hayvançılık kadir kıymeti bulmay, dünya devletleri, İslam dünyası, hatta urug toqqanlarının mu yardımının mehrum boğan halda təsvirligisiz, faciəli günlərdə yaşamakta. Müstəmləkçi Xitay hakimiyyəti Uyğurların çət əl tarixçilərə oxşaş insaniyyət tarixine dair birer timini aydınlaştırış üçün bütün ömrünü ve zihnini bağışlaydıgan, izlenip milletinin tarixini qizib, haqiqi tarixini xalqiga sunulgan tarixçilarning yetişip çıkışıga imkan bəmidi. Neticede tariximiz davamlaşıp, bizden devrimizi kelgende Uyghur xalqi Xitaylar gərəzlik halda yezib bərgən yalğan tarixlarını oqub, eğir derecede qaymuq işidi qaldı. En ali urunu koyup kelgen vətənpərvərlik, dövlətçilik eni, milli ruh, milli gururi acizledi. Uyghur xalqının işki ittifaqlığı bozuldu. Öz ara mehri şəfqatının ornunu həsət xorluq, düşkünlük, ümitsizlik igilidi. Uygurlar özlerini güya 3-4 bin yıllık tarihi iki bir millettek, bu tarihi ceryanıda davamlı Xitaylarga kul bulup, yaki bekinip yaşagandek. Uygurlar ezelden nakşı eğitip usul oynap kelgen, nakşı usulga amrak millettek, mihman dost, ah köngül, yavaş yumuşak xalqdek his kılışkı başladı. Xitay hakimiyeti 1990 yıllardan başlap Uyghur xalqiga tarixda ko'rilib bakmagan derecede mislisiz egir zulüm qilishga başladı. Uyghur xalqi bu tarixdan başlap tili, yazıqı, dini itiqadi, medeni itiqatarlıq hemme nerseden ayrılışqa başladı. Uyghur xalqi 21. əsrinin başlanışı bilen texmi egir sınaqlarga duş kelishga başladı. Uçqıra qilib aytganda, bu hayat mamatlık, xarakteri keskin bo'lgan şefqatsiz sınaq bo'lib, agar Uyghur xalqi tahirsiz halda öz təqdiri üstüde ciddi oylanmasa, bütün xiyali demokratiya şuarı aslida öz menfaati üçün həpiliş bilen qalğan dövlətlər bilen tolğan dünyadan nam nişansız yok bulup gitiş ihtimalimi yok emes. Şunun için her bir Şərqi Türkistanlık aldı bilen ziyalardan başlap biz qandaq qilishimiz kerak degan sualni o'ziga qo'yish kerak. Men öz vatanimda mustamlika qulluq ishida tug'ilib o'sib yetildim. Mektep hayatımda özümüzün milli ma'rifi bo'lmag'achqa Xitoylarning tuzib bergan ders kitaplarını o'qishga mecbur boldum. Alim yazgıçlarımız Xitoylar tarafından öldürülgen. Hayat qolganlari türmede. Uygurlarning tarixiga ait barliq kitap, materiallar köydürülüp, yok kılıngan bo'lg'achqa Xitoyning suv bo'yida 3 padişahlık hakkında qissa degandek yolg'on tarix, xiyoli qahramonlarini o'qib çoğ boldum. Men şu vaqtlarda öz özümge davamlıq bizning mustaqil davlatlarimiz bo'lganmidi. Bizning ichimizdan mo padişahlar, qahramonlar, alim, yazgıçılar chiqqan bo'lg'imidi degandek savollarni qo'yatdim. 14 yoshga kelgan vaqtimda vatanimizning ismining Şinjan emas, Şərqi Türkistan ekanligini, bizning aslida qul emas, dünya tarixida iz qoldirgan ajoyib cho'ng imperiya davlatlarni qurgan bir millatning avlodlari ekanligimizni andin bilalidim. Men vatanimda yashash imkoniyatimdan ayrılıp Türkiye'ye kelgandan keyin uzunga suzulgan musafirchilik hayotimda to'la o'ylanib, berib tüz yoldumu mağalmay putlashib ketadigan bo'lib qoldim. Chunki chet eldagi manzara men o'ylagandek
tasavvur qilgandek emasdi. Shuning uchun g'oya arzularim bir mezgil yuragimning cho'nqur qatlamlarida ko'milib qoldi. Bu jarayonda men ko'p o'ylanishlardan keyin Uyg'ur xalqi oldi bilan o'z tarixini o'rganishi, shonliq tarixning guvohchisi bo'lgan, tarixda iz qoldirgan mashhur shaxslarning tarixini bilishi zarur ekan deb o'yladim. Shunda qilib men oxir qo'limga qalam oldim. Men aslida tarixchi emas, yozuvchimi emas. Shundaq bo'lsa-mu, bir qancha yil o'ylangandan keyin 2009-yil 6-oyning 3-kunidan boshlab 100 mashhur Uyg'ur nomli bu kitobimni yozishni boshladim. Men kitobimga millatimizning tarixda iz qoldirgan mashhur shaxslarimizning tarixini qisqacha bo'lsa-mu, amal ba to'g'ri, aniq va tafsilroq yozib chiqish uchun qo'limdan kelishcha tirishdim. Bu kitap ikki qism bo'lib, birinchi qismga 50 nafar mashhur shaxsning tarjimali kirgizildi. İkinci qismga 50 nafar mashhur shaxsning tarjimali kirgizilgandan boshqa yana 10 nafar shaxs qo'shimcha yer oldi. Shundaqda 100 mashhur Uyg'ur nomli bu kitobda jam'i 110 nafar mashhur shaxslarimizning qisqacha tarjimali o'rin olgan bo'ldi. Bizning tarixiy bilimimiz va tushunchamiz bir qadar tez bo'lganlikdan ba'zi shaxslarimizning tarixini yozishda texmo tushunishlik bo'lish uchun shu davrning tarixiy jarayoni ustida qisqacha to'xtalishga to'g'ri keldi. Biz oldi bilan xalqimizda milliy ong, milliy ruhni yetildirishimiz kerak. Öz içimizdeki ittifaqlıq ve hamkorlikni texmo kuchaytirishimiz kerak. Uyg'urlarning tarixida qurilgan, dunyo ta'sir ko'rsatgan shonliq imperiya va davlatlarining bo'lganligini Uyg'ur xalqining boshqa davlat va millatlardek dunyoviy olim va mashhur shaxslarning bo'lganligini bildirishimiz kerak. Xalqimizni mana shunday amaliy paketlar orqali özünün tarixi bilan yüzleştirip, aldı bilan öz-özüge işinişke, özünün qadr qimmetini bilişke, kelgüsü taqdiriga ko'ngil bilishga yetaklash kerak. Bu kitap tuvandagidek 4 xil prinsip bo'yicha yozildi. 4 xil prinsip bo'yicha yozildi. Birinchi, kitapda yer algan shaxslar Uyg'ur bo'lish. İkinci, tarixda o'tgan real shaxs bo'lish. Üçüncü, ijobiy shaxs bo'lish. To'rtinchi, kitapda kirgizilgan mashhur shaxslarni dastlabda birinchidan boshlab radga tizish ustida ko'p o'ylandim. Bir qancha qatimli suhbatdan keyin shaxslarni radga turg'izishda tug'ilgan yilini asos qilib radga turg'izishni muvofiq ko'rdim. Shuning uchun kitaptaki mashhur shaxslar milodidan ilgiriki eng burunqi vaqtdan boshlab bugungi kunimizgacha tug'ilgan yili rad tartibi bo'yicha radga turg'izildi. O'qirmanlarning bu nuqtaga diqqat qilishini umid qilaman. Bir qism kishilar ba'zi tarix va tarixiy shaxslarni afsona rivoyat deyishi mumkin. Men bu haqda oldi bilan har qaysi millatlarning xalq eg'iz adabiyotida asosiy salmoqni tashkil qiladigan afsona rivoyatlar haqida o'ylaganlarimni o'qirmanlar bilan qisqacha o'rtoqlashib ko'rishni loyiq ko'rdim. İnsaniyat tarixida barliq millatlarning adabiyot tarixi afsonadan boshlangan. Hech qanday millatning klassik adabiyotiga afsona rivoyatlarni ayirib turib baho berish mumkin emas. Chunki afsona rivoyatlar shu millatning adabiyotida boshlamchi janr bo'lib, öz tarixi bilan chambarchas bog'langan. Bugungi realligimizda biz tasavvur qilg'isiz holda yiroqlab ketgan shonliq tariximizning oltin ochquchi dal shu tarixiy afsonalardir. Uyg'urlar uzoq tarixi jarayonida
özleri yaşayotgan muhitda yuz bergan zo'r voqealarni, imperiya davlatlarini, qolgan podshohlarini, botur qahramonlarini, tabiat hodisalarini, ijtimoiy o'zgarishlarni, ayni zamondagi badiiy adabiyotning asosliq shakli bo'lgan rivoyat, cho'chak, afsona qatorliq janrlarni tog'larga, toshlarga, Orxun abidlari, bilgi qolgan mangu teshidek toshlarga putib, xotirlab mangan. Qirg'iz xalqining atoqliq yozuvchisi Chingiz Aytmatov afsonalar to'g'riliq, afsona xalqning qalbida xotir bo'lib, ajoyib go'zal shakllar orqali ularning turmush tajribalarini ifodalaydi. Ularning falsafasi va tarixini, shundaqla ularning keyingilarga qoldirgan vasiyatini ifodalaydi. Asad Sulaymon Uyg'ur totem madaniyati 350-bet degan. Demak, Chingiz Aytmatov bu yerda afsona degan uqumga noit ixcham, meg'izliq va amaliy baho bergan. Bu kitobni yozib chiqishimga bir qancha yil tayyorlik qilganimni hisobga olmaganimda 9 yilga yaqin vaqt ketdi. Bu jarayonda nurg'un qiyinchiliklarga duch keldim. İmkanlarım dairesida tayyorlagan materiallar kamchil bo'lg'achqa, ba'zi shaxslarning tarjimalarini yozish jarayonida vatan ichi va sirtidagi tor munbarlarga bir qancha qatim e'lon chiqarib, qarindoshlardan yordamni so'radim. Ba'zi qarindoshlar qo'lidan kelishicha yordam qildi. Men bu yerda o birodarlarga samimiy rahmat aytaman. Bu jarayonda ajoyib insonlarni uchratdim. Bu kitob kirgizilgan mashhur shaxslar, Uyg'urlarning mashhur shaxslarining hammasi mushu deganlik emas. Necha ming yillik tariximizda ajdodlarimizdan bugungi kunimizgacha bo'lgan shuncha uzun zaman ichida yuzlab emas, balki minglab mashhur shaxslarimizning o'tganligida shak yo'q. Elbette. Şunun için meşhur şəxslərimizin tərcümalını miladidən burunqi 7-ci əsrdən Orxun Uyğur dövlət ayaqlaşqan miladi 840-cı yılğıcı bir dəvr, Qarıxanalar dövləti qurulğan 840-cı yıldan başlap Səydiyə xandallıqı munqariz qılğan 1678-ci yılğıcı bir dəvr. Onundan keyin bizning davrimizgacha yana bir davrga ayırıb her qaysi davrlar bo'yicha yozishimiz kerak edi. Ammo mening saviyam cheklik, imkonim yetarsiz bo'lg'achqa faqat mushunchilik yozib chiqdim. Saviyam chekib bo'lg'achqa, uning ustiga bu mening birinchi kitobim bo'lg'achqa, ba'zi savarliklarning bo'lishi tabiiy. Yana bir tarafdan kommunist Xitoy hokimiyati vatanimizni mustamlikaga aylantirib olgandan keyin g'arazlik holda tariximizni astin üstün qilib etdi. Buni hammamiz bilamiz. Shuning uchun ba'zi shaxslarimizning tarjimalarini biz bilgandek bo'lmaslik ehtimolimi yo'q emas. O'qirmanlarning keyingi nashrida tuzitib olishim uchun qimmatli fikr takliflarini berishini umid qilaman. Dini olim Sharqi Turkiston Islom partiyasining qurg'uvchilarining biri ve emri merhum Hasan Mahsum 1964'ten 2003 yılgacha yaşagan rahmetlik bilen vatanperver ataklık dini alim, siyasi yetekçi, maarifçi, cemaat erbabı, Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyet qatarlıq köpligen teşkilatlarının kurgucusu merhum Abdülhekimxan Mahsum Hacim 1963 yıldan 2016 yılgacha yaşagan rahmetlikning yeri cennette bo'lsin. Men qisqacha tarjimalarini tayyorlagan edim. Afsuski, hozirgi xalqaro vaziyatdagi Uyg'ur xalqining siyosiy ahvoli ko'z tutilganlikdan hozircha qalbimizga ko'mdik. O'qirmanlarning to'g'ri tushunishini samimiy umid qilaman. Yaqin kelgusida tarix tadqiqotchi olimlarimiz tarafidan tariximiz, shundaqla tarixda o'tgan mashhur shaxslarimiz to'g'riliq, texmo to'liq
ve mükemmel yazılgan eserlerinin barlıqı kelişige işinimen. Ahirada bu kitabımın yazış jaryanida mağa məsləhət bergen ve kolluğan Uyghur Akademisi'nin sabık başlığı Ablet Turan, Doktor Ahmetcan Pulatqa, yardımını ayımıgan Abdüşkür Muhammed'ge, bazı materyallar bilen təminlegen Abdücəlil Turan, Hemracan Amrakqa, İngilizce, Japonca, Xitayca materyallarını tercüme kılışın yardımlaşıp bergen Abdüşkür Abdurişit, Tur Muhammed Haşim, Abdurrahman İdqutlağa alayda rahmet eğitimin. Abdurdin 2017 yılı 10. ayının 21. günü. Qadirli qeyrindaşlar, şunda qılıp bir kitapdaki nimi üçün yazılıp oturğa çıqqanlığı toğruluq Abdur'un kiriş sözünü, onun aldıda neşriyatının sözünü ve muharrirninki sözlerini tınşap çıktık. Qadirli qeyrindaşlar, qarısanlar, meye qarısanlar, esirimni Şərqi Türkistan'ın müstakillik körüşüge üzünü atıgan şehit ve gazilağa bağışlayman depti. Anda olsa 9 yıllık bir ecirinin mimesi bolgan bu iki kitap qadirli qeyrindaşlar qo'limda tutib turgan bu iki kitap. Eğer de kitapni setib olishni xohlasanlar, bizningki Muhammed Tursun qeyrindaşimizning o'zi bilan aloqalashsanglar bo'ladi, yoki bo'lmasa men bilan aloqalashsanglar chet eldagi qeyrindaşlarga bu kitapni şu bir paket bir bo'loq bo'g'idek inşallah eşip ketmese 2 kilodan sepiralaymiz dünyanın her qaysi joylardagi qeyrindaşlarımızga Muhammed Tursun Ahmet Uyghur qeyrindaşimizdinki ecrinin meyvesi halatida sunuldu. İnşallah çokum yüz meşhur Uygur'dan kimlikini çönüşke tirişidigan, hiç olmasa üzü hem ballarıga ailesi de her bir ailede buluşup tegişlik bir kitap. Şularga okup birişke, kurslarda bu kitapni ders kılışkımı buladigan nayet yaxşı bir eser. İnşallah biz mi okup paydasını alımız, kitapni lazım diyenlergim o öz tedbir yay kitapları katarada ilanımı çıkarıp koydak. Erkin Sıdık akımızın kitaplarını setivatımız, Enes Alim Ustazdınki Kur'an-ı Kerim'nin tercümesini mu takip setivatımız qadirli qeyrindaşlar. Muşunun okşaş kitaplarını mu satımız. Siz kitap okup birin, kitapni inşallah biz ivetip birimiz. Hizmetinizde her zaman teyyarız. Dünyanın her qandaq joyiga ivet eleyimiz. Siz işkinizden aldıda, bosuğunuzda kitaplarınızı alırsınız qadirli qeyrindaşım. En tez halette bu kitaplardan faydalanışınızı ümit qilamiz. Anavası Allah'ın özüge amanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Tedbir şirketi, tedbir kitaplar bilen tedbir yayılı. Tedbir yay.